qachon baxtsizga aylanasan? Qachonki kimdandir nimanidir kutishni boshlasang. Kutishlik bu kelmaslik degani. Misol uchun, mehrni, e'tiborni kutasan, yoringdan, do'stingdan va hokazo. Kutmoqlik seni ado qiladi. O'zligingdan ayiradi va kelayotgan hamma yaxshiliklarni to'sadi. Sen kutishing va so'rashing kerak bo'lgani bu duo bilan Robbimdir. So'ra va kut. U seni albatta noumid qo'ymaydi. Inson hech biri senga kutganlaringni berishga majbur emas. Hattoki ota-onang ham. O'zingni shunchaki baxtli qil. Gul olging kelyaptimi? Buni o'zingga sovg'a qil. Buni hech ham qiyin joyi yo'q. Hatto oddiy kofeni ham Alloh bilan birgalikda suhbatlashib ichsang bo'ladi. Hech buni qilib ko'rganmisan? Kutma. Shunchaki xafa ham bo'lmaysan va baxtni o'zingda kashf qil. Shunda ko'rasan, kutmagan insonlaringdan kutgan hadyalaring, kutgan e'tiborlaring, kutgan mehring kutilmaganda ostonangga yog'ilib keladi.